Atigi 7000 so'm evaziga uyingizni isitish imkoniyati. Eng qizig'i, mana shunaqa yangi remont qilib bergan bo'lsangiz, konditsioneringiz yaxshi isitmayotgan bo'lsa, sizlarga zo'r yechim bo'ladi. Mana sizlarga radiatorlarimiz. Buni zo'r tomoni, bu uyda egasi oldinlari mana shunaqa pechkaga teshik tashab bergan ekan, pechkalar qilishgan ekan, aboylari urinib ketgan ekan, aboylarini yangilab, yangi remont qilib berishdi. Endi pechkani qiladigan bo'lsa, любой pechkani olsa, va tutab aboylarimiz urinib ketyapti deyapti. Konditsionerni ulatsa, tok bu yerda jicha pastroq ekan, shuni hisobiga ulashmadi, ya'ni qimmatga tushib ketishyapti deyapti. Shuni hisobiga do'stlar, bir sutkada 7000 so'mga, ya'ni uyingizni parxona qo'rar ekan. Akalarimiz o'zlari 2 kun bo'libdi, ya'ni uylariga qo'yishganiga, uyda ya'ni vobshe zo'r qilib isyapti deyapti. Endi to'liq ma'lumotni ustakamizdan olsak, buni qanaqa qulayliklar bor, o'zi necha kvadratdan boshlanadi? To'liq ma'lumotni endi ustakamiz, ya'ni Asadullohdan olamiz. Assalomu alaykum. Asadulloh, charchamay, ishlar yaxshimi? Rahmat. Eskilik yaratdik aka. Eskilikni yangilik qildik. Albatta. Biz o'zi nima bo'lsa yangilik deyveramiz. Xafa bo'lmaysizlar, haqiqatan yangilikda bizga. Albatta aka. Bo'lmagan, ko'rgani xursand. Xohlasa xo'p, Asadulloh bunimiz oyoqligi bor ekan-a? Aka, bu o'zi oyog'i yo'q bo'ladi. Biz endi oyog'ini misol atrofda sotishyapti. Oyog'ini o'zini 50 ming so'm alohida sotishyapti. Bizda bonus. Ha, bonuslar. Bizda bonus. Bonus bo'ladi. Buni misol uchun Asadulloh devorga ham ilib bersa bo'ladi. Devorga ilib bersa ham bo'ladi. Endi oyog'ida deganim, endi har xil sharoit bo'ladi. Xoh uyga olib keling, xoh bu uyga olib kelib ishlatavering. Ko'chma aka. Любой joyga ko'chiradi. Любой joyga ko'chiradi. Ko'chiradi. Yozda yana podvalga olib tushib beradi. Albatta. Ha, yozda xolasi iladiganigacha kerak bo'lsa iladiganiga beramiz. Yoz ilib bersin turaveradi. Qishda ham rozetkasi ishlatishaveradi. Buni yaxshi tomoni do'stlar, ayniqsa hozir bizda, ya'ni yosh bolasi borlar bor, ya'ni qo'lini kelib turib tegizsa kuyib olmaydi. Ya'ni yosh bola kelib hozir qaynaq turibdi, baribir ma'lum bir sekundda ya'ni qo'lini oladi. Pechkada unaqa bo'lmaydi. O'zini o'sha papa deydi, sirasi qo'lda oladi. Qo'lni oladi, to'ppa-to'g'ri. Hozir shunaqa holatda bo'ladi. Bunimizda bitta qo'g'rasi necha kvadrat sizda? 1 kvadrat. Mana ko'p odam 1,5 deydi, 1,5 emas, 1 aka. 1 ana. Biz asli misol katyolga ishlatilsa ham 1 deydi. Shuning uchun 1 kvadrat, bu xonam 4. 4ga 4,5. Biz endi 20 hisoblaganmiz. O'zi 18 kvadrat. Bunga 20 talik qilib berilgan. Mana shu o'zi sezyapsiz-ku. Bir oydan beri uy umuman isigani yo'q. Qanasi odam yashagani yo'q. Oshxona narsalarda pechka tutib yasalinyapti, yashashyapti. Eng qizig'i konditsionerni istimayotgan sababi bu, aka yerdan issiq beradi. Ha, u teva. O'shini hisobiga issiqligi zo'r. Narigi tevani hisobiga tika tursangiz issig'i zo'r, pastga yotayotganda so'qatib qolishyapti. Sababi shu, o'shuning uchun aka pastdan issiq urgan hisobiga bu issiq narsasi zo'r. Keyin konditsionerdan kerak bo'lsa arzon yozadi. Bu 1 soatiga hozir 650 so'm svet, 1 soatga 650 so'm. To'liq ishlasa, bu 1 soatda to'liq ishlamaydi. Gradisi bor, o'chib yon, 300 so'm, 400 so'm yoqadi. Bu degani 24 soatda bor ana 7000, bo'lmasam 5000 so'm. Limitdan keyin 5000 dan 10000, 7000 gacha. Endi tokga bor. Agar tok baland bo'lsa, o'sha 5000 ham yoqaveradi limitdan keyin. Tok pastroq bo'ladigan bo'lsa, iloji yo'q, qizitish sekin bo'lgani uchun rasxod ko'payadi. Keyin tokni ko'p odamda tok narsa bo'ladi, 170, 160 bo'lsa, tok undan teva bo'lish kerak. Pastroq bo'lsa zo'r istamaydi. Shuni aytib beraylik, nimaga bu radiatorda bulardan olasizlarmi, yo'qmi do'stlar, iloji boricha o'sha 170 dan teva bo'lsa, o'sha aytgan effekt bo'ladi. 170 dan past bo'lsa, u effekt bo'lmaydi. Bulardan tashqari boshqasini olsalar. Tok yaxshi bo'lsa, yaxshisi. Tok zo'r bo'lsa aka, o'zi mana qarang aka, qo'lda ushlab turib bo'lmaydi-da, to'g'ri. Endi to'g'ri, tok rasxoti misol uchun 17000 qo'pol hisoblasak. O'sha grubiy hisoblang. 17000 hisob, bu 20 kvadratlik bo'ladi. Eng kichigi 15 kvadratdan boshlanadi. Albatta, 15 dan. Bu 20 kvadratlik bo'ladi, lekin uyingizda maza qilib o'tirasiz. Kasal bo'lmaysiz. Aka, bitta zo'r narsasi bor-ding, ayollarimiz uchun. Ha? Shashilyapti, kechqurun shunday kirini yuvib qo'yib, tevasiga yayib qo'ysang, ertalabga quruq bo'ladi. Kuydirmaydi. Aka, sifatini ham yo'qottirmaydi. Bu vobshe zo'r narsa, aka, unar narsalar. Bu o'zi menimcha materiali zanglamaydi. Yo'q, materiali aka, materiali qalin. Alyuminligi bo'ladi. Alyuminligi arzon. Alyuminli qilinmaydi. Bu qanaqa material? Bu biometall deyiladi. Ha, biometall. Bu yaxshisi aka. Xudo xolasa bexijolat bunga 10 yil garantiya beradi. Ha, birinchi chiqqanlar adashmasam alyumin bo'lgan. Hozir zamonaviy bu aka, albatta, bu kuchli aka. Effekti ham bor. Zo'r aka, xudo xolasa baquvvat aka. Hozir mana mashinamizda nechta qo'rg'a bor? Hozir mashina 20 ta bor aka. 20 ta bor. Necha litr suv olgan? Xo'p, 4,5 litr suv oladi. Biz ko'p odamga aytamiz,
suvni o'rniga antifriz qilsin. Antifriz ham eng kuchsizi bo'ladi hali 7000 so'mligi bo'ladi. Arzon. Albatta, eng arzoni, qo'lbola eng arzoni. O'shundan qilsa, endi baribir suv ispalaniya bo'ladi. Bunga agar quyiladigan bo'lsa, ancha-munchaga u ispalaniya bo'lmaydi. O'zi har bir haftada o'zi tushadigan kurishlarni olib, saloqlarni yechib suv ozagan bo'lsa quyib turishadi. Xohlasa, varankasini ham qilib beramiz. Men lishni varankani misol tarafdori emasman. Hal nima endi ketsa 10 minut vaqt ketadi, bo'shatadi. Shundan keyin suvni zablab kelib, yana qatirib joyiga qo'yib beradi. Hozir men o'zi shu savolni beraman deyapman. Nimaga o'zi varanka qilmaydi? Endi misol varankada baribir har xil vaziyat bo'ladi. Suv, tosh, moy, ispaliyani baribir valaqlagan hisobda chiqib ketishi mumkin-da. Bunda xo'p, varankadan chiqib ketsa, 100% chiqib ketsa, bunda 80% pasa. Chiqsa 20%. Varankada ancha past bo'ladi. Demak, bir hafta 10 kunda dalil. Albatta, bir haftada ketsa bir gideta 300 gram ketsa, bo'lmasam bitta kurishkada endi bo'ldi. Shundan xolos aka. Bir oyda atrofida terib. Albatta aka. Mana hozir mashet 2 kun o'ylang 2 kundan mana bugun 2-kun yoniq. O'zingiz sezayotgandirsiz issiqligini. Hozir do'stlar videoda ko'rsatib bo'lmaydi. Haqiqatan bu issiq sovuqda, ona uy vahshiy issiq. Hozir yonida to'g'ri turib bo'lmayapti. Qo'limni ham qo'ysam 1 sekunddan ortiq turib bo'lmayapti. Birinchi kuni isitmadi deysiz. Yo'q, birinchi kun uyda isitamadi. Endi sababini ham aytib bering. Aka uy sovuq. Mana oddiy abo'yda bilan ushlasangiz ham mana mo'l duvorlar endi iladi. Birinchi kun ushlaganingizda yoki mo gilomga shu oyog'ingizni qo'ysangiz muzdagida. Biz atila sovuq uyga qildikki, haqiqatan sinadi. Albatta, olayotgan odam norozi bo'lmasin. Istayaptimi, istamayaptimi, yoki istayapti yo istamayapti bilish kerak-da. Olgandan keyin istamayapti, uyim hali ham o'sha deydigan bo'lmasin deb vaqt ketsa, lekin ertaga bir narsa bo'lmasin deb yoki o'zimiz sinab hamma riskavor hamma yo'qlarni qilib, to'kigacha rasxodlargacha hisoblab narsalarni qilib chiqdik. Chiqildi. Ko'p odam aytadi, videolarda aytishyapti, 3000 yoqadi, 5000 yoqadi. Endi hammada har xil. Endi lishni men o'zimni uyda maytda sinaganim o'zi Gulibon 7000. U limit tugaganida. Agar limit bo'ladigan bo'lsa, bu o'chib yonadi-da, termostati bor-da o'zi. Tarz ochib yonadi. Qo'ysiz bo'ladi. Albatta aka, buni o'zini o'chib yonishini hisobiga rasxod kamayadi. Hali tentanmas 2 kilovatni tiqqaningizdan keyin bir xilda 24 soat vang'illar ishlatib turmaydi. O'zi grasiga chiqqandan keyin o'chadi, yonadi. Hozir o'chgan, siz kelganingizda balandlattirganman, ovozini eshityapsiz qo'ying. Ovoz. Ovozini ham ko'pchilik so'raydi. Bu bekiqligini hisobiga do'stlar, ortiqcha hali asabingizga tegmaydi. Albatta. Bekiqligini aka varamana bir narsalar qilmaydi aka. Qo'rqitmaydi. Buna narsa bo'lmaydi aka bunda. Biz o'zimiz ham qo'lbola qilib yasaganmiz do'stlar. Uyga o'sha hali chashkali dedim, qopqoqli ochiq holatda turadi. To'k balandlaganda, ya'ni qaynab turib suv toshishi ehtimoli. Albatta, juda toshib ketadi. Xavfsizlik darajasi ham jicha pastroq bo'ladi. Uni chunki uyda yolg'iz, ya'ni bolalaringiz yoki boshqa narsani suqib ketadigan bo'lsangiz, suvga ya'ni to'kirish ehtimoli bor. Shunaqa narsalar bo'lishi. Yosh bola bo'lib qolsa mabodo qaynaganda kuydirib qo'yishi mumkin. Shunaqasi shuni o'ylab qildik ekan. Zakaz asosida, lekin xohlasangiz shunaqa ham qilib beramiz. Xohlaganlarigacha qilib beramiz. Biz endi xolasa 10 talik, xolasa 50 talik qilib beramiz. Lekin ko'p odamning uyi 15-20 kvadrat. Standart. O'shuning uchun 15 talik, 20 taligi bor deb aytyapmiz. Iloji boricha aka 2-3 ta ortiqchasi ishlama qilmaydi. Foydasi borki, ziyoni yo'q. Olsa bo'laveradi. 15 kvadratga 20 talik qo'ysin, isitish tez bo'ladi. Misol rasxodi ham hisob bir xil aka. Zo'r bo'ladi aka. Zo'r bo'ladi. Hozir endi mana Asadullo mashina bitta ko'tarib ko'rsatib bersa, ya'ni oyog'ini olishini hozir kuydiradi, xo'p. O'sha bo'lmaydi. Oyog'ini o'zi bor. Lekin oyog'ini qo'yish mana tagiga ahamiyat bersalar, aka boshqa oyoq yasab beriladi. Bu polga qatiriladigan oyoq aka bu. Bu polga qatiriladi. Albatta, dual polga qatiriladigan. Ya'ni tagida ya'ni o'zini ochiq joyi. Albatta. Shunday tiqib bersan ham bo'ldi. Bu oddiy narsa. Buni biz o'zimiz oyoq yasaganmiz, u oyog'idan beramiz. Unda bu polga qatiriladi. Hozir buni qiyiq qilib qo'ygan uchun turibdi. Agar misol to'g'ri qilib qo'yadigan bo'lsa, radiator yiqilib ketadi. O'zini qatirilgan. Yerga qatilmasangiz bu yiqilib ketadi. O'shuning uchun biz ko'chma degan sababim o'zimiz oyog'ini beramiz. Shu oyog'ini shuni olib qo'yib berishadi bu. Xo'p, endi Asadullo bunisini aytdi, narx-navolarni aytdi. Batdan balandlatib pasaytiradi, bu oddiy narsa. Oddiy ovozini sezasiz aka. Mana. O'chdi aka. Mana o'chdi. Aya mikrofonda eshitadi. Men hozir 100 gradusga qo'yganman, 80 ga olib tushib qo'ydi. 80 ga olib tushib qo'ydi. Albatta. Gradusga ya'ni o'zi bu ma'lum gradusga yetganda o'chadi. O'zi yetib tushadi. Pasay hozir misol 80 ga qo'ydim, bu 80 dan tushgandan keyin yana boshlaydi. Yana boshlaydi. 80 ga chiqqungacha yana ishlaydi, yana o'chadi. Xo'p, endi narxlariga kelsak. Narxlari xo'p aka,
Dastavkasi bepul. O'zbekiston bo'yicha 15 taligini 1.550.000 so'm, 20 talisi 1.750.000 so'm aka. Dastavka bepul. Bepul. Endi u narx qanaqa bo'ladi? Har xil vaziyat bo'ladi. O'zbek ko'ryapsiz, narx tushyapti, ko'tyapti. O'sha paytda uzog'i bo'lsa 50.000-100.000 farq qilishi mumkin. Bu hozirgi kunda narxi. Bu hozirgi kunda narx. Endi ko'ryapsizki, ko'pi semishkani ham kelsa dollarga hisoblashib olyapti. Ashini hisobiga bo'lmasam aka narxi shu holatda turadi aka. Shu holat. Xo'p, dastlabki uygachami shahar markazi? Iloji boricha 99% uygacha qilib beramiz. To'liq asosi qanaqa bo'ladi? To'liq asosi yarimini tashlab berishadi, yarimini borgandan keyin shopirdan berib yuborishadi. Do'stlar, ishonchlimi deb ko'pchilik so'rashadi. Xudo xolasa ukamiz ishonchli. Ya'ni bu biznesda agar kanallarni ko'rgan bo'lsangiz, Ahad Mahmudov degan kanal bor. O'sha odam mana shu biznes qilgan. Bu ukalari bo'ladi. Faqat nomerlarga ahamiyat berib beringlar. Ko'pchilik bizdan video ko'chirib turib shu joyini qirqib qo'yib yuboryapti. Nomerlaringizni og'zaki ham aytib bering. Videoda ham ikkita nomerimiz bor. Birinchisi 94li 670 1261, ikkinchisi 99li 238 2347. Faqatgina mana shu nomerlarga oldindan 100% tashlang. Xolasiz aldashmaydi. Mabodo muammo bo'lsa bizga aloqaga chiqasiz. Bo'lmasa Ahad Mahmudovni o'ziga aloqaga chiqarasiz. Unaqa muammo kuzatilmaydi. Ishonchli odamda biz ishonchli deymiz. Ishonchsiz bo'lsa bizga ham zarar bor, to'g'risi. O'rtada turish bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqarasizlar. Bizni manzilni ham aytmaymiz. Farg'ona viloyati Tashlag'da markazda. Toshloq markaz, proyekturasini ro'parasida. Ro'parasida, xudo xolasa. Aka, sog' bo'ling. Rahmat. Sog' bo'linglar.